Tashqi ishlar ministri Wang Yi muxbirlarni kutib olish yig'inida o'z davlatining Uyg'urlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilik ayblashlariga bema'ni va cho'ng yolg'onchilik ekanligini aytdi. Wang yakshanba kuni o'tkazilgan yillik muxbirlarni kutib olish yig'inida g'arb siyosiyonlarining Sharqi Turkiston rayonida yuz berayotgan ishlar to'g'risidagi yolg'onchilikqa ishonishini yaxshi ko'radiganligini, bu rayonni ziyorat qilmoqchi bo'lganlarga Xitoyning ishikining ochiq ekanligini aytdi. Reuters agentligining xabariga qaraganda Wang Yi mundaq dedi: Şinjangda yuz bergan irqiy qirg'inchilik to'g'risidagi ayblashlar quruq gap. Bu mishmish paranglarning konkret maqsadi bor, butunlay to'g'ri emas. Xitoyda elib berilgan va yaqinda BBC'da o'tirg'i chiqqan bir tadqiqotda ko'rsatilishicha, Sharqi Turkistonda yashaydigan 100 minglagan Uyg'ur va boshqa osonliq millatlarni yiroq rayonlarga xizmatga avatish rayondagi osonliq millatlarning nisbatining tuvanlashini keltirib chiqargan. Şunun bilan bir vaqtda BBC erishgan yangi sonliq ma'lumotlarda ko'rsatilishicha, Sharqi Turkistonda Uyg'ur va boshqa osonliq millatlar qamalgan Xitoy doiralari tomonidan qayta tarbiyalash deb ataladigan tutib turish lagerlarida ayollar sistemlik bosqinchilik, jinsiy parakandichilik va qiynashlarga uchragan. Yaqinda Kanada va Gollandiya parlamentlari Xitoyning Uyg'urlarga qilgan muomalasini irqiy qirg'inchilik deb qabul qildi. Undan burun Amerika yuz bergan ishlarga irqiy qirg'inchilik deb aniqlama bergan edi. Xitoy axborot to'ridagi xabarlarga qaraganda, Huawei guruhi Xitoyning Sharqi Turkistondagi 14-5 yillik planining bir qismi sifatida yaqinda aqliy iqtidorli tosh yo'l yasash va qatnash sanoatini raqamli boshqarish turlari uchun 2 mart Sharqi Turkistondagi qatnash tarmoqlari bilan kelishim imzolagan. Xabarlarda doirlarning yo'l, odam, mashina va muhitning raqamli boshqarilishi bilan birikishini oshirishga tirishayotganligi o'tirg'a qo'yilgan. Yaqinda e'lon qilingan bir dokladda Huawei'ning Xitoyning Sharqi Turkistondagi irqiy qirg'inchiligiga qatnashganligi va maxsus Uyg'urlarning chiroyini farqlantiradigan sistema yasab berganligi o'tirg'a chiqqan edi. Kuzatuvchilar Huawei'ning bu planiga gumon bilan qaramoqda. Xitoy bosh ministri Li Keqiang 13-navbatlik Xitoy mamlakatlik xalq qurultiyi 4-navbatlik umumiy yig'ini va Xitoy xalq siyosiy maslahat yig'inida so'z qilib, 14-5 yillik taraqqiyot planini va boshqa islohotlar haqida bayonot berdi. Xitoyning 2021 yildagi eshish nishonining kam deganda 6% qilib bekitilganligini bayon qilgan Li Keqiang, mudofaa xomjotini 6.8% o'stirib, 209 milliard dollarga yetkazishni planlaganligini aytdi. Li Keqiang yana Xitoyni texnika jihatda o'zini o'zi qamday oladigan davlatga aylantirishni kelgusi 5 yildagi eng muhim strategik nishonining biri deb qaraydiganligini ta'kidladi. Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi Tayvan masalasida murassa qilish mumkinchiligi yo'qligini aytdi. Xinhua agentligining xabariga qaraganda, Wang Yi Xitoy mamlakatlik xalq qurultiyi va siyosiy maslahat kengashi yig'inida muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazgan. Xitoyning Amerikaning Tayvan masalasini to'g'ri hal qilishini umid qiladiganligini ta'kidlagan Wang Yi, Amerikaning oldingi Washington hukumati yo'lga qo'ygan qizil chiziqdan o'tish va o't bilan o'ynash siyosatidan voz kechishini umid qiladiganligini aytdi. Buningga qarata Tayvan Xitoy ishlari kengashi shu kuni kechda bayonot e'lon qilib, Tayvan azaldan Xitoy Xalq Jumhuriyatining bir qismi emas deb javob bergan. Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken Afg'oniston prezidenti Muhammad Ashraf G'ani va Afg'oniston Milliy yarashish oliy kengashining raisi Abdullohga xat etib, tinchlik suhbati to'g'risidagi takliflarni o'tirg'a qo'ydi. Amerikaning Afg'onistondan 5-oyning 1-kunigacha butunlay chekinishini planlaganligi eskartilgan xatda Afg'oniston armiyasiga bo'lgan iqtisodiy yordamning chekingandan keyin davom qiladiganligi eskartildi. Şunun bilan birga davlatning bexatarligiga bo'lgan andisha va Talibanlarning bundan foydalanib territoriyaga erishish mumkinchiligi o'tirg'a qo'yildi. Amerika prezidenti Joe Biden G'ani va Abdullohdan tinchlik suhbatini tezlatishni talab qilgan xatida tinchlik musobaqasiga munosabatli takliflar berilgan. Umurumda halkımның nağma nabası, dilimde var, kanımda var, Uyg'urumның tügümez nakşa sadası. Nada bulay, kimge küney, hiç kimde yok üzülmez duman.
teşrifi